Kelganingga 2 kun bo'lgan bo'lsa, menga faqat azob beryapsan. Baxtiyor aka, gapingizni o'ylab gapiring. Sani kelin qilgan adamlarga aytgan nima gaping bo'lsa. Ada, shu qizni kelin qilib adashdingiz-ku. Ha, Baxtiyor. Nima bo'ldi? Kelinni qilig'i chiqdimi? Hey. Nima gap? Keliniz 2 kundan beri yotmaydi. Ertalabgacha yo turib, yo o'tirib tong ottiryapti. Ha, kelin poshsha. Tinchlikmi? Ayajon, siz bilan dadajonim yerda yotsanglar, biz spalniy kravatda yotsak g'alati emasmi? Iltimos, xonamizni almashtirib olaylik. Adashibman. Rostdan ham adashibman. O'g'il tarbiya qilishda adashibman. Lekin kelin tanlashda aniq adashmabman. Rahmat sizga. Tarbiya bergan ota-onangizga rahmat. Alo. Assalomu alaykum, do'stim. Va alaykum assalom. Ha, do'stim. Nima qilyapsan? Normalniy odam bunaqa payt nima qiladi? Uxlayapman. Normalniy odamlar orasida 2 kundan buyon uxlamaganlari bor. Nima gap? Tashlaymi? Rahmat senga. Malikaxon qizimizni juda go'zal qilib tarbiya qilganinglar uchun rahmat. Ayol xudo ekanlarimizni sizlar qattiq yerda yotsalaring